Qirg'izistonda muhim ma'nodagi 24 loyiha amalga oshiriladi. Uning umumiy miqdori 7 milliard dollar. Bu haqda Almazbek Atambayev yil natijasi to'g'risidagi matbuot anjumanida bildirdi. Prezidentning ta'kidlashicha, muhim katta loyihalarning orasida energetika tarmog'i bor. Yuqori Norin kaskadi qurilmoqda. Datka podstansiyasining qurilishi yakunlandi. Qambarota 2 gesining masalasi hal bo'ldi. Bu loyihalar Qirg'izistonning energetik xavfsizligini ta'minlaydi. Albatta, loyihalarning hammasi ham 2-3 yilda yakuniga chiqmaydi. Masalan, To'qtog'ul gesining rekonstruksiyasi 2021-yil yakunlanadi, dedi Atambayev. 27 dekabr kuni O'sh aeroportida qaroqchilik qilgan jinoyatchilar va ular qo'rqitib olib ketgan odam topilmadi. Bu haqda O'sh oblast ichki ishlar boshqarmaligi xizmatidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, jinoyatchilar olib ketgan xaltalarda 5 million 679 ming dollar bo'lgan. Hozirgi kunda voqeaga guvoh bo'lganlar so'roqqa olinmoqda. 5 nafar jinoyatchidan bittasining fotoroboti tuzilib, u 30-35 yoshlarda deb taxmin qilinmoqda. Eslatib o'tsak, 27 dekabrda soat 10:00 chamasida O'sh aeroportining VIP zalidan qurolli noma'lum shaxslar fuqarolar qo'rqitib, ichida puli bor 4 xaltani ko'tarib ketgan. Jinoyatchilar O'sh Urumchi yo'nalishi bo'yicha uchishga tayyorlanayotgan yo'lovchilar o'tirgan bo'lmaga qurol bilan kirib borgan. Unda 5 nafar kishi kirib, ayrimlarining qo'lida taxminan Kalashnikov avtomati bo'lgan. 4tasi spetsnaz degan yozuvi bor qora rangli formada bo'lishgan. Hammasi qora ko'zoynak taqib olgan bo'lib, bittasining qo'lida videokamera bo'lgan. O'lkada ayrim bir imomlar attestatsiyadan o'tishdan bosh tortmoqda. Bu haqda 26 dekabrda Diniy ishlar bo'yicha davlat komissiyasining direktori O'rozbek Mo'ldaliyev diniy ekstremizmga qarshi harakat bo'yicha koordinatsiya kengashining yig'inida bildirdi. Uning aytishicha, rejaga ko'ra imomlar 2015-yilning yanvarigacha attestatsiyadan o'tishi kerak. Hozir Qirg'izistonda masjid xodimlarining attestatsiyasi olib borilmoqda. Biroq nimagadir ayrimlar uni o'tkazishga rozi emas. Ular islomning asosiy qoidalarini bilmay turib 5 vaqt namoz o'qishga da'vat qilishmoqda. Bundan tashqari ularning ayrimlari qo'lidan tursa-da, ekstremizm bilan terrorizmga qarshi harakat qilmayapti, dedi Mo'ldaliyev. Jallobodda qarovsiz qolgan bolalar ko'paydi. O'smirlar bilan ishlagan inspektorlar oblast bolalarining Aqjo'l reabilitatsiya markaziga joriy yilda 60 bolani olib kelgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2 barobarga ko'p. Bu haqda Azadliqqa mazkur markazning direktori Erkingul Sarkarova bildirdi. Markazda 6 dan 16 yoshgacha yetim, yarim yetim bolalar va ijtimoiy jihatdan og'ir sharoitda yashab, ota-onasi qarovsiz qoldirgan o'smirlar tarbiyalanadi. Shu bilan birga joriy yilda 43 nafar bolaning qarindoshlarini topib, o'z qo'liga topshirdik. Hozir bu yerda 34 bola bo'lsa, o'tgan yilning oxirida 17 nafar bola bo'lgan, dedi. Qirg'izistonning janubiy hudud aholisi zangori olov yo'q yashashga yana 1 yil chidashlari kerak. Sababi buning natijasida respublika bo'yicha yutuqqa ega bo'ladi. Bu kabi qarorni matbuot anjumanida prezident Almazbek Atambayev bildirdi. Prezidentning ta'kidlashicha, avvalroq shimol-janub gaz quvurini qurish rejalangan. Uning mablag'i 1.3, 1.5 milliard dollar deb hisoblangan. Biroq natijada Batkenda o'lka janubini 5-10 yil gaz bilan ta'minlay oladigan gaz koni topildi. Gazprom bilan so'zlashdik. U yerdan O'sh bilan Jallobodga gaz tashigan quvur qurib berishadi. O'zbekiston gazni qaytadan bergan kunda ham mustaqil gaz bilan ta'minlovchi sistemani qurishimiz kerak, deb qo'shimcha qildi Atambayev. Bu ish kelayotgan yilning kuzigacha bajarilishini aytib, bunga qo'shimcha Qizilqiyada ko'mirdan gaz chiqadigan zavod qurilishini ta'kidladi. 2015-yilning 8-maydan Qirg'iz-Qozoq chegarasidagi nazorat olib tashlanadi. Shu vaqtgacha Qirg'iziston Manas va O'sh aeroportidagi To'rg'art Erkashtamdagi nazorat joylarining sharoitini yaxshilab, sanitar-veterinar me'yorlarini bajarishi kerak. Bu haqda hukumat rahbari Jo'mart O'to'rbayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa kirishi bo'yicha yig'inda bildirdi. Eslatib o'tsak, o'lkaning mazkur ittifoqqa kirishi bo'yicha kelishuv 1-maydan o'z kuchiga kiradi. Shu sabab davlatning ichki bajariladigan ish tartiblarini Qirg'iziston 1-martgacha yakunlashi kerak. Joriy kengash davlatga 10 ruldagi avtomashinalarni olib kirishni taqiqlagan qonun loyihasini 2-o'qishda qabul qildi. Agar mazkur qonunni parlament qabul qilib prezident qo'l qo'ysa, chet davlatdan kirayotgan 10 ruldagi avtomashinalar to'lig'i bilan taqiqlanadi. Bundan tashqari 2016-yildan boshlab 10 rulli mashinalarda yuk va yo'lovchilarni tashishni taqiqlagan hujjat o'z kuchiga kiradi. Lekin ayrim fuqarolar mazkur ikki cheklovga ham qarshi chiqishmoqda. Chunki yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib, oila boqqan haydovchilarning 70% 10 ruldagi avtomashinalardan foydalanishadi. Shu sabab ular asosiy foyda topuvchi ishimizdan ayrilib qolamizmi deb xavotir olmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 25 dekabrdagi parlamentning yig'inida xalq vakillari ruli o'ng tomonda joylashgan avtolarni o'lkaga kirgizishni taqiqlash bo'yicha qonun loyihasini ovoz berishga qo'ydi. Qonunni tashabbuskori Ichki ishlar ministrligi. O'lka hududidagi yo'l halokatlarining ko'p qismi o'ng rulli avtomashinalar tufayli bo'layotganini sabab qilmoqda.
Agar mazkur qonunni parlament qabul qilib, prezident imzo qo'ysa, u holda o'ng rulli avtomashinalarning o'lkaga kirishi umuman taqiqlanadi. Biroq bu cheklovga ba'zi fuqarolar qarshi, chunki ruli o'ng tomondagi mashinalar elning cho'ntagiga qulay bo'lmoqda va yo'l halokatlarining sababchisi o'ng rulli avtolar emas, aksincha yo'l qoidalarini bilmaganlarida deyishadi shahar yashovchilari. Arzon sotiladi. Udobный bizim yo'llarga yurganga-chi, ayo bışık mashina chem misalga. Boshqa misalga Rossiyan mashinani oladigan bo'lsang, yurpasida qaldirab, shaldirab o'shantib qoladi-da. Bu endi tamoshni sayzga kiryapti-da, to'g'ri? O'shaning uchun Rossiya o'zining mashinasini sotish kerak, boshqa chet o'lkadan mashina kirbesh kerak. Eğer kirgizbey qo'ysa, значит, levi rulli mashinalarni arzonlatib olib kelib berish kerak-da. Praviy rulga solishtirmalı, to'g'ri? Olingan mashinalarni bir yo'li levi qilib anan kirgizish kerak-da, sol yoqqa qo'yib. Elдің барлық ақша тауып, вараң taup kelib, mashinalarni olib atishadi praviy rullarda. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, o'lkada o'ng rulli mashinalarning soni har yilda ortmoqda. Bu yilning 11 oyidagina 50 mingga yaqin o'ng rulli avtomashinalar o'lkaga olib kirilgan. 11 ay 25 kun içinde 418 yol transportu qatnalı, onun içinden 10 rullu degan avtomobillar boyunca oşol 418 içinden bir toşuna bilesini aytsam 62 avtona yol transport qasığı 10 rulda qatnalıdır. Trassalarda aslında Oş Bishkek yollarında, Oş Sfena yollarında o'sha 10 rulda avtomobillar ko'p qoldi. Hozirda aholini o'ng rulli avtolar bilan yo'lovchilarni tashish man qilinishi xavotirga solmoqda. Sababi kommersiya tarmog'ida foydalanishni man qilgan hujjat 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab kuchga kiradi. Haydovchilarning aytishicha, yo'lovchilarni tashigan mashinalarning 70%ning ruli o'ng tomonda. Shuning uchun ular asosiy foyda ko'ruvchi blogimizdan ayrilib qolamiz deb xavfsirashadi. Nangi buni tiyib solattirgan bo'lsa, ertangi kuni biz bu mashinani qanday sotamiz olgandan keyin? Qanday qilamiz? Mingeniz shu mashina bo'lsa-dan keyin. Bola chaqa boqishimiz kerak-ku biz ham. Ish deyil desa ish yo'q bo'lsa. Bola chaqa men tirlik qilib 5-10 so'm non-pon bola chaqa tavib shu mashinani olib berib o'tamiz. Bola chaqa boqib o'tamiz shu mashina bilan. Tiyib sola turgan bo'lsa, bizde elning водительдердің 70% emeğe çıkады, толкунdoga çıkады. Andan göre eldi daha to'g'ri tushunish kerak. Elder жерден ақша тапқан жоқ, өзінің мейнетіменен, балдардың мейнетімен алып атады ошол машиналарды. Аны тыйга азыр бизге өз үстө завод, фабрика, завод жоқтығынан киргизе берсин. Просто bizde bir цех же bir завод, мини завод ачыш керек да. Ошону левирилге өткөрүп койсо, ошо жа туура эле. Элге да жакшы болот, водительдерге да жакшы болот. Bugungi kunda tahlilchilar ikkala qonunga ham o'lka fuqarolarini qarshi chiqishlarini taxmin qilishmoqda. Chunki Qirg'iz hukumatı elga qulay yo'llarni ishlab chiqishi lozim. Biroq yo'lni o'ng rulli avtomashinalarga qulaylashtırishga imkoniyat yo'q. Uning o'rniga o'ng rulli mashinalarni ishlab chiqarayotgan firmalar bilan shartnoma tuzib, rolini chap tomonli qilib chiqarishlari haqida suhbatlashish kerak. Yoki o'lkamizda o'sha firmalarning filiallarini ochish to'g'riroq. O'ng rolni sol rolga qo'tara turgan bizda bunday nimalar yo'q. Al Almatı'da var. Biroq men özüm texnikani bilib aydab жүргөн катышчылар эгер сол рога өткөзө турган болсо, алар дагы опасный кыйынчылык болуп калат да, себеби дегенде өзүнүн немесин жоготот. Мындай техникалык коопсуздугун же болбосо баягыдай эмне деп коет баягы. Алар оңдолгон нерсе кайра ол тезирээк бузуп калышы мүмкүн, же болбосо bir жерге отказ кылып калышы мүмкүн да. Ошондо кайра неметип калышы мүмкүн. O'ng rulli avtomashinalarni kommersiya tarmog'ida foydalanishni man qilish bo'yicha qonunni parlament 2013-yilning 19-iyulida qabul qilgan. O'ng rulli avtolarni o'lkaga kirgizishni taqiqlash qonuni bo'yicha tashabbusni esa Ichki ishlar ministrligi o'tgan yili kirgizgan. Eslatib o'tsak, o'lkada o'ng rulli avtolarning soni 165 mingdan ortadi. Bu ko'rsatkich respublikadagi barcha mashinalarning 35%ni tuzadi. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Zambuzrikov, Ынтымак.